Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar, hammalariningki hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Sog'lom hayot programmamizningki 15 insonni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy virusi dunyoning har qaysi taraflariga tarqalgandan keyin millionlagan kishilarning o'lishiga sababchi bo'ldi. Shundaqla insoniyat moddiy va ma'naviy jihatdan ko'plagan ziyonlarga uchradi. Biz Uyg'urlarmi bu virus sababli az bo'lmagan qiyindoshlarımızdan ayrilib qoldik. Ammo shu virusning yo'qolishini umid qilib turayotgan bugünkidek kunlarda bo'lsa, mush Xitoy virusining yangi nusxasi paydo bo'lib, yana hammalarni o'xshash andishaga soldi. Shu sababdan biz bugun Xitoy virusining yangi nusxasi bo'lgan Delta virusining xatarlari, bundan qanday saqlanish kerakligi, vaksinalarning bu virus qarta unumi bor yo'qligi qatorliq temalarga to'xtalamiz. Bugungi qimmatli mehmonimiz Anqara Yildirim Beyazat Universiteti o'qituvchisi Doktor Nametjon Mehmet Efendi. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun ko'p rahmat doktor. Sizlarga rahmat. Udullam başlayveraymi shu Xitoy virusi chiqib bugungi kunga kelgacha bo'lgan araliqda hamda biz bu virusningki qanday alomatlari borligi, bizga nimalarni ilib kelganligi haqida oz-poz bilimlarga ega bo'lib qoldik. Lekin hamda shu yangisi chiqqandan keyin yana hammamizning ichida bir xil andisha bu qanday bo'lgandi degandek bir savollar paydo bo'ldi. Ondan sonra shu bizga avval shu Xitoy virusining yangi chiqqan Delta nusxasininki ya'ni qanday bo'lganligi bu haqida bir tafsiliyroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Baya siz deb o'tib ketgandek, bu Xitoy virus chiqqandan keyin buningki turlari to'xtamay chiqib turyapti, o'zgarib turyapti virusningki shaklimi. Oldi bilan shu ism jihatdan biroz aniqlik berish kerak deb o'ylab qoldim. Chunki nurg'ulg'an qarindoshlarimiz shu isminingki o'xshash bo'lmasi sababidan shu virusga o'xshamagan virus o'xshaydi deb qolganlar bor ekan. Xitoy virusni yoki rasmiy ismi bilan Dunyo sog'liqni tashkiloti bunga COVID-19 deb berdi. Undan keyin bir qism davlatga siyosatchilar Xitoy virusi deb atadi, Wuhan virus deb atadi. Lekin buning hammasi o'xshashlar shu biya. Xitoy virusini ko'z tutadi. Shuningdek majiyatdan qaymoqish bo'lmasa. Hamda virus tunji qatim Wuhandan chiqqanlik uchun tunji Wuhan virus deb atagan. Keyin undan keyin Dunyo sog'liqni tashkiloti bu bir millatniki ismi yoki bir davlatning ismini atsak bo'lmaydi ekan deb buni yangi ism beramiz deb COVID-19 degan ismni yasab chiqdi. Endi hozirgi yangi turlardami shunday qaymoqishlar bor. Chunki dastlabki vaqtda bular shu davlatniki yoki millatning ismi bilan atilib kelgan yangi turlar bor. Masalan, Angliya turi, Braziliya turi, Janubiy Afrika turi, undan keyin Hindiston turi deb. Amaliyotda bu Xitoy virusining turi bekji hozir. Bunlar turlari bor. Lekin bek keng tarqalganlarning ichida hozircha bizni bilganimiz shu Wuhan turi, tunji qatim shu Wuhandan chiqqanlik uchun. Undan keyin Hindiston, Angliya, Braziliya, Janubiy Afrika deb atilib kelgandi. Keyingi talash tartish yo'licha buning ismini o'zgartirish to'g'ri keldi. Hamda Xitoyda ayni vaqt Wuhan virusi yoki Xitoy virusi desak, bunda millatning davlatning ismini atash bo'lmaydi degan. Nima deb endi Angliya turi, Janubiy Afrika turi yoki Braziliya turi deb atildi degandan keyin Dunyo sog'liqni tashkiloti qaytadan yana o'tirib buni yana ism qayta ism berdi. Hozirgi Delta turi deganimiz burun bizniki bilib anglab kelgan shu Hindiston turi shu. Turkiyada Hind varianti deb ataydi. Hozirgi ismi Delta. Shu Delta bilan Hindiston turi o'xshash bir gap. Undan keyin Braziliyaninki turiga Braziliya turi deydi. Hozirgi ismi unga Gamma bo'ldi. Janubiy Afrikaning turiga yangi berilgan ism Beta. Angliyaninki yoki Angliyadan chiqqan bu turga Alfa deb hammasini harf bilan yangi ism berdi. Lekin shuning hammasi amaliyotda o'xshash bir turni ko'rsatdi. Shuningdek ism jihatdan qaymoqish bo'lmasin. Men yana bir qatim yana takrorlab kerak. Angliya turining yangi ismi Alfa, Janubiy Afrikaninki yangi ismi Beta, Braziliyaninki yangi ismi hozirgisi Gamma, Hindistonniki yangi ismi Delta. Endi hozirgi eng keng tarqalayotgan Afrika paydo qilayotgan turning birisi shu Delta. Endi Delta turi
nima uchun mushundaq cho'ng avarchilik keltirib chiqadi, nima uchun nurg'ulg'an odamning diqqatini tortadi degan vaqtda bu tür boshqa turlarga qaraganda yuqish nisbati intayin tez va mushu turlarni yuqumlanganlarniki doktorxona yetib qilish va o'lish nisbati boshqa turlarga qaraganda biroz yuqori bo'lganligi uchun bu butkul davlatniki endisini qo'zg'ayotgan muhim turlarniki biri deb qaraldi hozir. Xo'sh. Undan so'ng olamanda o'zingiz aytib o'tdingiz qisqacha yuqish nisbati tez, anadagi o'lish nisbati yuqori bo'lyapti deb. Undan so'ng mushu yangi nusxaning hamda alomatlari shu burunqisi bilan ya'ni o'xshash bo'lamdi yoki buningda boshqacha farqli alomatlar bo'lamdi, mush haqida to'xtalgan bo'lsak. Burada hozir bu turlarniki asosan hammasining edek alomatlari o'xshab qoladi. Pek cho'ng farq etmaydi. Xo'sh. Şunlaşqa bunday maniki anın qaraganda manda qo'shimcha alomatlar bor deb hech kim kesib o'tmaydi. Ammo hozirgi delta turininki umumlashib qolgan alomatlari o'sha zukamning alomatlariga o'xshash deb nurg'ulagan o'sha mutaxassislar uni deb kelyotdi. Bu endi zukamga o'xshab qoladigan alomatlarga vaqtimizda mayli bilamiz, zukam bo'lgan vaqtimiz shu qizdirgan, undan keyin o'tilaydigan, undan keyin burnimiz og'rigan. Mushkul alomatlar bekrek umumlashgan ekan deltada. Umum jihatdan elib aytgan chog'da asosan boshqa turlarga asosan deydik alomatlar o'xshab qoladi. Ko'p rahmat. Unda bo'lsa, ya'ni shu biz burun o'zimiz mush vaqtgacha bilib qolgan shu alomatlar paydo bo'lish ahvollar bo'lib qolsa, agar tekshirishimizni yana har zamongidek qilishimiz kerak ekan. Undan so'ng endi shu alomatlardan keyin boshda ozroq aytib o'tib ketdingiz yana. Hozir hammamizning bek asraydiganlar bekrek xatarlikmi, ya'ni bu bizga boshqacha xatar olib kelamdi degandek bir andisha hammamizni chirmab oldi. Mushuninki xatarlik nisbatini ozroq tushuncha bersangiz bu haqda. Endi bu Xitoy virusining qaysi turi bo'lishini qat'iy nazarimiz xatarlik. Buni cho'qim aniqlash qilib o'tish kerak. Anondan ma'lumotlar deb kesib aytolmaymiz, lekin ma'vo yangi tur yoki deltaniki yuqish sur'atniki tez bo'lishi, uniki bu turdan yuqumlanganlarniki yotoqda yoki doktorxona nisbatiniki yuqori bo'lishi, shunday o'lish nisbatiniki sal yuqori bo'lishi, albatta bu turniki boshqalarga qaraganda texnik xatarlik ekanligi ko'rsatadi. Shunlashqa meyada aniq bir narsa, albatta boshqasiga qaraganda hozirgi mavjud bo'lgan turlarning ichida biroz xatarlik, xatarchiqlar. Ammo biz ham vaqtliq qilib boshqa qaraganda xatarlik ham boshqa turi ma'no qaraganda sal ojizroq ekan deb sal qarash bo'lmaydi. Chunki buning ana virusi, ya'ni Xitoy yoki Wuhan virusi amaliyotda o'xshaydi, faqat shakli oz-to'lam o'zgargan. Shunlashqa mayada qarindoshlarniki bahslarni qilib delta eng xatar ekan, qog'ilib xatar emas ekan deb xato tushunchada bo'lib qolmaslikni umid qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi mushu savollarning ichida biz hozir hamda hammamiz mush virusga qarshi hech bo'lmasa oldini olish uchun vaksinalarni urg'izyapmiz. Ammo shu urg'izayotgan vaksinalarimiz ya'ni biz urg'izib bo'lgandan keyin delta virusniki yuqamdi, ya'ni mush vaksina urg'izgandan keyinmi yana yuqish ahvoli bo'lamdi? Ana bu aslida vaksina to'g'risida nurg'ulg'an talash tartish bo'ldi, mayli bilamiz. Dastlabki vaqtda foydasi bo'ldi ekan yoki boshqa aks ta'siri bo'ldi ekan deb kechishtirib har xilgan gap so'zlar bo'ldi. Eng oxirgi vaqtda hozir bir yildan oshib qoldi vaksina emlashga boshladi ko'pincha yerda. Ana buniki ta'siri qarab turib cho'qim emlash to'g'ri ekan deb boshqa yerdami emlashga boshladi. Emlamayman deganlarni hozir qabul qilishga boshladi asta-asta. Shunaqa. Boshqa vaksinaga qaysi bo'lishidan qat'iy nazar vaksina urib qaytadan ya'ni yuqumlanib qolganlar bor. Mayli delta bo'lsin yoki boshqa turlari bo'lsin. Lekin vaksina emlangan kishiniki viruslar qayta bir yuqumlanib qolgan ahvol ostida doktorxona bo'lib qilish nisbati intayin tuvan, undan keyin o'lish nisbati intayin tuvan bo'lgan. Bu to'g'risida dokladlar yoki mutaxassislarniki bergan so'zlari bor. Lekin rasmiy holda tajribaxona yoki boshqada qilgan tadqiqot dokladi texi yo'q. Chunki hammayli bilimiz vaqt bek qisqa hozir. Barliq davlatlar qanday qilib shuni kontrol qilishda qilyotadi.
o'xshash vaqtda mushu kasal yoki mushu vaksina munosabatli klinikalik tadqiqotlar ilib boryapti. Lekin klinikalik tadqiqotning natijasi bundan qisqa vaqt ichida chiqmaydi. Endi shu bu delta olsun ya boshqa turlari olsun vaksina emmun bo'lgandan keyin yana yuqumli qilish ehtimoli bor. Lekin bexatar bo'lmaydi. Addilam yoki yengil atiladi. Hem doktorxonaga kirib qolmaslik ehtimoli yoki nisbati imkon ko'p bo'ldi. Shunlashqa yanılam şu vaksinni uğuzuş hozirgi vaziyatda eng yaxshi usul. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi yana bir mushu xalqimizning orasida mushu gaplar taqilib qo'yadi. Men korona bo'lib oldim, endi buniki men balkim yuqmasligi mumkin. Bir qitim bo'lgankin, ikkinchi qitim bo'lish ehtimoli qiybat tuvan bo'ldi ekan yoki hech yuqmaydi ekan degandek mushtaq so'zlar o'tirliqda nim qo'yadi. Haqiqatan mushu bir qitim korona bo'lib saqayganlarninkiga ikkinchi qitim yana mushu yangi tipdikisi bo'lsin, mayli burunqisi bo'lsin, yani yuqish ehtimolligi bo'lamdi. Albatta. Bir qitim shu viruslar yuqumlanganlarniki, shu virus qarshi kuch bo'ladi immun sistemida. Chunki virusni tunib olgan. Shunlashqa boshqa yuqmaganlar qaraganda vujudida uni tunigan immun sistem shakllanib bo'lganlik uchun derhal yuqmasligi mumkin. Yuqa holatimi intayin oddiy yoki yengil bir shaklda atiladi. O'xshaydi. Bayamenda o'tib ketgandek vaksin emlangan kishilarda yana yuqish ehtimoli bor. Ama yuqqan holatimi intayin yengil atiladi. Ma'nosi o'xshash. Bir qitim yuqib qolganligimi bedenda shu kasal qarshi virus qarshi immun sistem shakllandi. Shunga asosan balkim shu virus tamamen qarshi tura olishi mumkin. Qarshi turadigan ahvol ostidami azroq vujudga ta'sir ko'rsatadimi, lekin qisqa vaqt ichida yangilaydi. Ama yerda immun sistemini biraz tushundirish to'g'ri keldi. Chunki mayli vaksina olsun, mayli shu burun yuqum qolganlar olsun, o qanday bo'ldi, qanday narsa bu immun sistemida. Yani immun sistemini oddiy bir misoldan tushunib aytsak, shu vujudimizga immun sistem bir davlatniki bexatarlikni qo'g'daydigan askarlar o'xshatsak bo'ladi. Mesela bir davlatning askariy kuch intayin kuchli bo'lib qolsa, sirtqidan mesela dushmanlar to'xtatmay shu davlatga hujum qilishga tirishadi. Bu yerga yetib chiqish mumkin, bu yerga yetib chiqish mumkin. Agar askariy kuch kuchli bo'lib qolsa, qarshi tarafdagini e'tibdan tushiradi, undan keyin hujum qilolmaydi davlatga. Ba'zan viruslar sal kuchli bo'lib qolsa, vujud bedenimizga immun sistemga ta'sir ko'rsatishi mumkin aslida. Lekin yani derhal onunla başqa immun sistem derhal to'nagandan keyin uni qarta kuch ishlab chiqaradi. Xuddi davlatdagi askarlama masalan notanish bir dushman kelib qolsa, o dushmanning kuchi qanchalik uni tutmay ahvol ostida shu fursatdan foydalanib davlatga azroq ta'sir ko'rsatishi mumkin. U dushman to'nagandan keyin derhal askariy kuchni to'liqlaydi va u dushman qarshi harakat edib boradi. İmmun sistemi aslında o'xshash narsa. Mesela vaksina shu. Vaksina xuddi bir davlatniki immun sistemi ise askariy kuch yetishmasa, sirtdan qo'shimcha yordam olgandek ish. İmmun sistemimizni üst ishlab chiqarib bo'lmagandan keyin, bu dushman tunib bo'lmagan ekan, tunib unga qarshi kuch ishlab chiqarib bo'lmagan ekan, shunlashqa sirtdan biz yordam talab qilamiz. Bu vaksina faqat shu qo'shimcha askarlik, sirtdan talab qilgan askarlik o'xshaydi. Ammo lekin bu vücudga yordam qilib immun sistemimiz o virus qarshi kuch ishlab chiqardi. Shuning bilan bu virusning bedanga ziyonkashlik qilishini to'sib tura oladi. Tushundim. Ko'p rahmat. Endi shu yana bir savolga kelsak, hozir endi hammamiz andisha qilganligimiz uchun bir qism kishilarimiz orasida men virusga qarshi u vaksinani o'g'izmayman, masalan, ishonchim yo'q, qanday bo'ldi, qanday emas bilmaymiz degandek shunday andishlar yana paydo bo'lyapti. Shuning bilan vaksin urg'izishdan qochish nisbatimi yuqorilab ketib bordi. Masalan, urg'iz bo'lganlarmi, men urg'izgandim, qo'lim og'irdi, qizitib ketdim, undaq bo'ldi degandek gaplarni qilib o'tgan ekan, shuningmi balki ta'sir bo'lib o'tibdi. Undan so'ng shu vaksina urg'izmasligimizningki qanday ziyonlari bor? Şimdi vaksina to'g'risida hozir shu bizningki millatimizning ishimiz dunyoning hamma yerida eng chong bashorat shu. Vaksina red qilish nisbati yuqorilab ketib bordi. Ko'pinchisida kelgusidan qo'rqish. Bu vaksina bo'lsa undaq bo'lgan, kelgusida mundaq bo'lgan deb qo'rqaydiganlar. Ya bir qismlar ishonmaydi. Bu yangi chiqqan vaksin buni qanchalik kuchli deydilar. Yana bir qismlar ekstern ta'sirdan qo'rqaydi.
Hem de elbette her qanday bir vaksinninki bu vaksin emas, boshqa vaksin kichik vaqtimizda emlangan vaksinalar var. Vaksin olgan chog'da barliq vaksinninki X ta'siri bo'ldi. Bu X ta'sirininki davomli bizga uchraydigan bir shu yerlik og'rish deymiz. Yerlik og'ritgan vaqtida shu vaksina bo'lganlikka og'rishi, undan keyin qistish, ba'zan vujudda og'riq his qilish degandek ko'pincha yuz beradigan X ta'sirlar bu. Şunlaşqanda bunu qo'qab, cho'ng xatarlik ishga tavakkul qilsa bo'lmaydi. Chunki hozir ko'ryapmiz, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli boshqa yerda bo'lib qolsin, ko'pincha odamlar bu kasallarni yashiganlar hozir ichki ishlar oz qolib qoldi, bir xil qo'rqmaydigan holat kelib qoldi. Sirtga chiqsaqmi, hozir bek korona badek muhitda virus badek his qilmaydigan hayot keldi xalqlar. Shundoq. Faqat sirtidan saqchi jazo yozmasini maskani taqaydi, bo'lmasa maskani taqmaydigan burunqidek ijtimoiy faoliyatlar normal algı keldi. To'y to'kin deymiz, o'ttirash qo'pashla deymiz, yig'ila deymiz. Shunlashqa bu xil ahvol xalqni bir xil uyqutlashtirib qo'yadi. Shunda hozirgi ahvol ostida masalan vaksina bo'lsa, hozir Turkiyada mavjud bo'lgan vaksina bo'lgan ekan, cho'qim kechiktirmay uldirish kerak. 4 kun burun bir doklad chiqdi masalan Amerikadan. Bu Amerikadagi shu yotoqda yetib qolgan shu virusdan yuqumli yoki o'lganlarniki 99% yoki vaksina uzman yoki vaksina to'liq uzman ekan. Bu deganga agar mush vaksina uzgan bo'lsa, hech bo'lmasa doktorxona kirib qolmay uyda turib davolanib eslik aylish imkoni bor deb yoki o'lmaslik ehtimoli bor degan. Shuninglar vaksinaning kuchini ko'gil bo'ldi. Shunlashqa meniki tavsiyam shu bizniki mush vatan sirti yashayotgan yoki Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz doktorlar ko'rishib agar o'zini kislab qolsa deb mana ahvollarda normal odamlar bo'lib qolsa cho'qim uzish kerak deb o'ylayman va tavsiya qilaman. Ko'p rahmat. Haqiqatan ochlar chiqargan shu raportni o'zingiz aytib o'tdingiz. Urg'izgan bo'lsa, urg'izishninki foydalariniki hech bo'lmasa bog'liqi hech foydasi yo'qdan yaxshiligini bildirib turibdi. Endi shu virus chiqqandan keyin ota-ona bo'g'uvchilarning bek andishlari o'rlab ketdi. Bolalar hozir hammamiz deydek maktablarga bora olmaymiz. Bolalar uyda qoldi. Ammo vaqtning o'tishi bilan hozir yana o'zingiz deb aytdingiz, abayqidek virus yo'qdikidek bir hayotga qaytib kelgandek normal bir hayotimizni davomlashtiryapmiz. Mahallada ko'rib turyapmiz, bolalar maska taqolmaydi. Anadan keyin shu xotirjam xuddi hech bo'lmagandek yashayveribdi. Lekin hamda 18 yoshdan tuvan bolalarga vaksina urmaydi ekan, ya'ni aniqlanmay ekan. Bu xil ahvol ostida biz bolalarimizni qanday qo'g'dishimiz kerak, ya'ni bu virusga qarshi qanday tadbirlarni elishimiz kerak bu haqida ota-onalarga bir tavsiyalaringizni bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, men 18 yoshdan tuvangi bolalarga vaksina olmaslik sababini tushunish kerak. Hozir nurg'unga asosan ko'pincha davlatda 18 yoshdan tuvangi bolalarga vaksina olmaydi, lekin bir qancha davlatlar hozir boshladi. Faqat dunyoda hozirgacha ruxsat chiqqan vaksina mush BioNTech, Pfizer BioNTech. Meyadimi vaksina ismi chiqdi, buni eskartib o'tibdi. Pfizer va BioNTech ikkisi o'xshash vaksina. Chunki Pfizer doğru zavodlar mush BioNTech ikkisi birlashib ishildi. Shunaq ba'zan odamlar Pfizerni ayrim vaksina, BioNTech ayrim vaksina deb tushunib qolganlar bor ekan. Yani yine bu kez Pfizer yoki BioNTech ikkisi o'xshash bir vaksina ko'rsatadi. Ikkisi birlashib ishlagan vaksina. Faqat mush vaksina ruxsat chiqdi 12 yosh qadar tushdi yeshi, 12 yoshgacha o'sib bo'ladi deb. Endi nurg'ulg'an davlatlar talash tartish qilyapti. 18 yoshdan tuvangi bo'lsa bo'lmaydi deb. Nima uchun bo'lmaydi degan vaqtida? Buningki eng muhim sababi bu vaksinalik sinab qildi 1-2-3 bosqichda. Sınav qilgan vaqtida 18 yoshdan tuvangi bolalarga sinab qilmadi asosan. 18 yoshdan 59 yosh yoki 65 yosh qadar shu yosh orasidagi odamlarga sinab qilganlik uchun 18 yoshdan tuvangi bolalarga qanday bo'ldi, eksari qanchalik bo'ldi, buni texnik uqmaydi. Shu sababdan buni sinab qilmay turib, bular uzoq bo'lmaydi. Ma'lum bilimizni saqlab qo'yish kerak yoki bular bir avvaldan sinab qilib qo'yib, agar alayli cho'ng ekstra bo'lmay qolsa, uzoq bo'ldi deb bu sababdan kechik qilinglar yoki ruxsat qilmoqlar. Bundan avvalida bu virusning ko'rib mayli vaksin kelishdan burun yoki vaksin kelgandan keyingi yana bizniki diqqat qilgan ishimiz shu xalq sog'lomlik qurollari deydi. Xalq sog'lomlik qurollariga yana muhimligini dunyoning hammasi bilib ketdi. Bunun ichida oltin qurollarniki birisi shu
Tazlığa dikkat qilish kerak. Bular qo'l yuvishda, chiygan chog'da bizlar quchoq kurashmasdan, qo'l ele kurashmaslik degan havola diqqat qilish kerak. Undan keyin mumkin qadar jiq odam yerga bormaslik, to'plashmaslik. Undan keyin shu maskani cho'qim taqish kerak. Agar shuni davom qila olsak, qurollar uyg'un bir shaklda balkim nurg'ulg'an xatarning oldini ola olamiz. Lekin maktab ochildi deb hozir Turkiyada asosan buni e'lon qilib bo'ldi. Maktab açılgan çağda qanday bo'ldi degan chog'da albatta bu oldingi qatimda bir sinfga bolalarni ikkiga bo'lgan. 30 bola o'qib qolsa 15 kun 15 o'quvchi bir 2 kun, undan keyin boshqa 15 bolalar boshqa 2 kun maktab keldi. Endi yangi qurolda hamma bola o'xshash kelish ehtimoli bor deb qildi hozir. Agar hamma bola o'xshash vaqtga kelib qolsa, albatta bu xatarlik. Shunlashganda ota-onalarniki diqqat qildi, alohida diqqat qilgan shu. Mesela bolalarga shu uyda cho'qim topilish kerak. Mumkin maktabda borgandan keyin savodoshlari bilan qarindosh uchagish debda degandek narsalarni o'rtoqlashma, uzanma narsalarga ega bo'l. Undan keyin cheganda chiqqan o'g'in tutgan chog'da hammalarni bolalar so'nggi safardan kichik hozir dezinfeksiya suvi qurib bor. Buni cho'qim sepilish kerak. Shu uyda qo'llarga shunga diqqat qil, maskani chiqarma, teneffüsda koridorda o'ynamay qo'rg'on chiqib azroq havo ilib endi qaytib keldi. Albatta buni maktabda uyda o'qitishlar. Lekin yana uydagilarmi shuni to'xtamay ta'kidlab turish kerak. Agar shunga diqqat qilmasak, hozir u bolalar vaksina urilmagandan keyin u bolalar hozir xatarli guruhga kirdi. Chunki bu kichik bolalarni ishini yuqmaganlar bor hammayli bilamiz. Bu kichik bolalar yuqmaydi degan gap dastlab chiqqanda endi u yolg'on bo'ldi. Kichik bolalar yuqdi, lekin cho'nglar qarag'an chog'da oddiroq yoki yengilroq atıldı. Ama yengilroq atıldıkken ishim bo'lmayotganda bahslar qilib qolsak, bolalarning boshqa kasallik qolsa balkim cho'roq natija yoki xatarlik ishlar sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ota-onalar shu yerda alohida diqqat qilish kerak. Xo'sh. Mening oxirgi savolimga kelsak, oxirgi savolimga siz abay shu tozliqqa rioya qilish degandek shu virusga qarshi tadbirlarimiz haqida ozroq to'xtalib o'tdingiz. Birga shuni ozroq kengaytib o'tsangiz, andan keyin yana birga shu virus bo'lib qolgan jarayonda hammamizda bir andisha bo'ldi ekan. Andan keyin bizga akab beradigan dorilar bor ekan, ichadigan. U dorilardan sirt, ya'ni biz nima ishlarni qila oladi ekanmiz? Shu vaqtimizda ko'proq masalan nimaga diqqat qilishimiz kerak? Masalan, mening anglaganlarimga ko'ra, ba'zi qarindoshlarimiz men ko'proq uxlagandim, shu uyqumning foydasi bo'lganligini his qildim dedi, ba'zilar men samsaq yedim dedi degandek oila qo'llanilgan tadbirlar haqida to'xtalib o'tgan bo'lsak. Bunu bayağı ötüp belkiniz fakat bolalar yoki maktab yeshik bolalar to'g'risidan bo'ldi. Umum jihatda elib aytgan chog'da yoki aytmaysa fikr qarindoshlarimizga deydiganimiz vaksina o'g'izsan qarindoshlarda ba'zi bexastalik bor hozir. Men vaksina o'g'izdim, men ishim bo'lmayman deydigan bexastalik ishlar bek ig'ir. Shunaqa. U vaksina o'g'izga o'zi balkim bexatar holat kirgan bo'lishi mumkin, ammo u odam yangi virus to'shiydi. Şunlaşqa başqa da vaksina o'g'izmaganlarga yana xatar bor. Şunlaşqa buni bahslar qilish qat'iy bo'lmaydi. Hatto bayağı men deb o'tib ketdim. Vaksina o'g'izib yana yuqumdan qolganlarmi bor. Intayin az sonda bo'lsa-mu, lekin yana xatarlik deyilgan. Şunlaşqa umum jihatdan biz yana xalq sog'lomlik shu nimaga, qoida tuzumga bo'ysunishimiz kerak. Qo'l yuzganda lekin yana bir xatolik bo'lgan qarindoshlar qo'lni yuzimda suv bilan yuvib chiqadigan. Meyadagi qo'lni yuvish, bunda tafsili o'rgatmaydi va cho'qim suv bilan yuvish kerak. Chunki mikrob yoki virus bakteriyani o'ldiradigan bir kuchli narsani yuvish kerak. Agar sizda unda imkon bo'lmay qolib qolsa, hammalar yerimizga kichik shishilik dezinfeksiya suyuqni olib, buni ishlatishimiz kerak. Undan keyin dezinfeksiyaniki nimasiga diqqat qilish kerak. Her qanday dezinfeksiyaniki roli o'xshash bo'lmaydi. Buradagi spirtning darajasi pek muhim. Spirtning darajasi eng az yangi 70% bo'lish kerak deydi hozir. 90% lekin bor. Shunlar aqobatida aşağıdaki spirtning darajasi qanchalik buni diqqat qilishimiz kerak. Maska taqgan vaqtda ham shunday. Endi maskani shu xabarlarni ko'ryapmiz, maska taqib ko'pincha quloqida bor lekin inkiga tushirib oldiganlar bekchi. Bu inkiga tushirmasi hech qanday foydasi yo'q.
Şunlaşık maskeni çokum toğru taqaş kerak. Lekin maskaga vaqtimiz, mana ko'chada bu yerda setayotgan maskalim bor. Endi bu maskalar to'g'risida Turkiyaniki bu to'g'risida maxsus bir bayonot e'lon qildi. Çokum mandan vaksini elishim kerak. Normal maskalar tibbiy maskalarga o'xshash sizni qo'llab qololmaydi deb. Shu maskaganda mumkin va bilingan yoki bo'lmasa shu dorixonalarda sotgan vaksinalarni olsak texnik yaxshi ishonchli vaksinalarni, shunday ko'chalarda sotgan, uyabiyan sotgan maskalarga diqqat qilishimiz kerak. Undan keyin shu mumkin qadar hozir nava yana sovuqqa qildi. Mush berish kelishga diqqat qilsak kerak. To'plashib bir yerga kelib o'tmay, lekin to'y to'kinlarni mana Turkiya albatta yaqinda shu yoz kirishi bilan yo'l qo'ydi. Nurg'ulg'an davlatlar shu davlatning iqtisodini ko'z tutib turib, lekin xalqning turmushini ko'z tutib turib, ba'zan tuzumlarni biza bo'shashtirdi. Bu Turkiyamiz hamma yerda bo'ldi. Mesela Amerika'da şu, İngiltere'de şu, İngiltere'de bir kısım kontrol bo'lganda keyin biroq kontroldan chiqib ketdi. Nima uchun desa, xalqlar birinchisi mush vaksinalarni red qilish nisbati yuqorilab ketdi. Ikkinchisi davlatning degan qoidaga bo'ysunmay o'zini bilganini qildi. Undan keyin faoliyatda ko'p bo'lib ketdi. Turkiyada ham shunday. Sayohatchilikda hamma yerga borib keldi. Turkiyada ham shu qoidadan bo'shashtirib diqqat qilsak, yana 20 ming chiqildi. Onun da buna xeli tushib ketdi. Ta 6 ming 7 ming kadar tushgan. Yani bunun da en mühim narsa yanılan şu xalq sağlamlık kurallarındaki yanılan oldin kadar turganlık görülürdü. Şundan çıkıp qarindoshlarimiz boşuna sal qaramaslik kerak. Endi öyle yani nima qila olamiz o doktorxona ekiplarga doğru sırf degan vaqtimizda. Ba'zi yemek içmekler var mı şu virus qarshi yoki virusni qarshi turishga kuchli qilgan foydali. Bularni mesela zencefil deymiz, samsak deymiz, piyoz deymiz. Muşnunga o'xshash narsani ko'proq iste'mol qilib bersak tamoqlarimizda. Albatta bayağı sizga uyqu masalasi intayin muhim. Qanday kasal bo'lishidan qat'iy nazar demilish intayin muhim o'rin turadi. Mesela doktorxonaga har qanday bir kasallik borsangiz doktorning deydigani shu. Yaxshi demag'in, undan keyin tamoqlaringga diqqat qilgin deydi. Mush kasal uchun ham shunday. Shuningdek demilishga diqqat qilib onun için yemek içmekte mümkün kadar virüs bakteri karşı elbette bu doğrunun yanında faydası oldu. Kesinlikle kısa vaqt içinde yığışımızga yardımcı oldu. Köpten köp rahmet. Nəhayət yaxşı məzmunlarni so'zlab berdingiz. Haqiqatan biz diqqat qilishga tegishlik bo'libmi? Hozirgidek shu normal hayotga qaytgandek yashayotgan bir paytda bilishimizga tegishlik, bundan keyin texmi diqqat qilishimizga tegishlik bo'lgan bir masala ustida to'xtaldik. Qimmatli vaqtingizni chiqarib so'zlab berganligingiz uchun ko'pdan ko'p takror rahmat aytamiz. Ekran oldidagi hurmatli ko'rmanlar, doktorimiz aytib o'tgandek haqiqatan biz hozir normal hayotga qaytdik degan ideyadan chiqishimiz kerak ekan. Har qancha hozir yangi chiqqan xatarlikkan, konusi normal ekan degandek bu xil ideya bilan diqqat qilmaslik, yana shu maskalarga deb doktorimiz deb aytdi, hatto maskalarimizni ham nereden ilişimiz, qandoqini ilişimiz, muşlardan tortib qo'limizga ishiltiladigan dezinfeksiya suyuqligi, muşlarning hammasiga qattiq diqqat qilganligimiz haqida nihoyat yaxshi tavsiyalarni berdi. Ota-ona bo'g'uvchilar uchunmi, bolalarni mushu mezgilda qanday qo'g'dab qilish haqida nihoyat yaxshi tavsiyalarni berdi. Bularni men tekrar aytib o'tishimning hech hojati yo'q. Shuning uchun xalqimizga tavsiya qilganimiz mushu virus inshaalloh eng qisqa vaqtda oyoqlashgacha bo'lgan oraliqda diqqat qilsak bo'libmi, biz Uyg'urlar bekrak diqqat qilishimiz kerak deb o'ylaymiz. Chunki vatanimizda bo'layotgan zulmlar tufayli qarindoshlarimiz qirg'inchilik bilan yo'qolib ketyotdi. Endi biz bu chet elda sog'lomligimizni qo'g'dab turib, o'zimizni kuchlantirib, ko'payish yo'li qarab mamay, bexastalik qilib, undan keyin mush oraliqda nurg'unlagan qarindoshlarimizdan ayrilib qoldik. Bu xil ahvollar ko'payib ketsa, bu o'zimiz uchun emas, millat uchun cho'ng bir ziyon bo'lib hisoblandi. Shuning uchun mushlarga diqqat qilgan bo'lsak, mush programmamiz haqida har vaqt deb kelyapmiz. Har qanday talab fikringlar bo'lsa, fikr qismiga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Programningki oqa sabda xizmat qilayotgan qarindoshlarimga
Köpten köp rahmet eytimen. Sizler kökçülegim köpten köp rahmet eytimen. İnşallah bu da programımızı görüşeyle. Vaqt münasibeti bilen bugün programımızı ayaklaştırdan bulduk. Hem Allah'a tapşırdık. Allah'a emanet.